Ishsiz fuqarolarga subsidiya qaytarilmaydigan mablag' va suvda foizsiz qarz ajratish bo'yicha arizalar qabul boshlandi. Subsidiya va suvda arizalarni jismoniy shaxslardan test rejimida quyidagi 3 ta yo'nalishda qabul qilinmoqda. Urug'lik va ko'chatlar sotib olish uchun subsidiya 1 million 250 ming so'm, migratsiyadan kelgan shaxslarga qishloq xo'jaligi kooperativlariga usta fondi kiritish uchun subsidiya 3 million 750 ming so'm, kambag'al oila a'zolariga zarur asbob-uskunalar uchun suvda 18 million 750 ming so'm. Mazkur mablag'lardan foydalanish uchun asosiy talablar: ijtimoiy himoya reyestri yoki kambag'al oila reyestriga kiritilgan oila egasi yoki a'zosi bo'lish, ishsizlar reyestridan ishsiz deb e'tirof etilgan bo'lish. Ushbu videorolikimizga like bosing. Marhamat, o'qib chiqishingiz mumkin.